Ijtimoiy tarmoqlarda Ohangaron suv ombori Platinada nima gaplar sarlavhasi ostida e'lon qilingan tanqidiy material yuzasidan quyidagilarni ma'lum qilamiz. 16-iyul sanasida viloyat suv ta'minoti korxonasi mas'ullari, Angren shahar filiali rahbariyati, SES va laboratoriya xodimlari bilan birgalikda aynan qalamga olingan joylarga chiqib o'rganishlar olib borildi. Ma'lum bo'lishicha, suv ombori qirg'og'ida tashkil etilgan turistik zonada cho'milish qat'iyan man etilgan. Maskan mutasaddilariga ko'ra, maqoladagi iddaolar mutlaqo asossiz. Markazning o'zida ombordan chetki hududda cho'milish uchun zamon talablariga javob beradigan basseynlar tashkil etilgan bo'lib, ular hozirda mijozlarga faol xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ohangaron suv omborining oldida ochilgan Lakaset plyajimiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu Ohangaron suv omborining ustida cho'milish mumkin emas. Bu ishxonamiz tomonidan qat'iyan taqiqlanadi. Har bitta kelgan klientga biz bu narsa haqida ogohlantiramiz va ko'rib turganinglardek, biz o'zimizda erkaklar uchun maxsus basseynlarimiz mavjud. Ayollar uchun krugnoy zona qilib qo'yganmiz basseynlarimizni. Erkaklar uchun basseynimiz 2 metrdan bo'ladi, ayollarniki 1.70 dan bo'ladi. Va bizda Ohangaron suv omboriga kirish qat'iyan taqiqlanadi va bu basseyndagi suvlar yerni sug'orish uchun ta'minlanadi. Bundan tashqari shahar suv ta'minoti filiali tasarrufidagi Navruz suv inshooti ham barcha talablar doirasida ishlab, kuniga 100 mingdan ortiqroq aholining ichimlik suvi masalasidagi chanqog'ini qondirib kelmoqda. Jarayonlarni mas'ullarning mana bu izohlaridan o'zingiz batafsil bilib olishingiz mumkin. Navruz suv tozalash inshooti loyihaviy quvvati 100 ming metr kubga sutkasiga mo'ljallangan. Hozirgi kunda 50-60 ming oralig'ida ichimlik suvi tozalanib, iste'molchilarga uzatilyapti. Ichimlik suvi Ohangaron suv omboridan keladi, 4 bosqichda tozalanadi. Kelgan suvimiz to'g'ri asosiy inshoot bloklariga kirib, keyin koagulyant eritmasi qo'shiladi. Reaksiya kameralarida eritmalar reaksiyaga kirishgandan keyin 12 ta gorizontal tindirgichlarda tindirilib, keyin filtrlash stansiyasiga o'tadi. Filtrlash stansiyasida 9 ta filtrimiz bor. Filtrlar kvars qumi bilan ta'minlangan, ichimlik suvi kvars qumi orqali filtrlanadi. Keyin filtrlangan ichimlik suvi toza suv hovuzlariga yig'iladi. Toza suv hovuzida suyuq xlor bilan ichimlik suvi zararsizlantiriladi. Har soatda ichimlik suv tarkibidagi qoldiq xlor o'lchab boriladi va jurnaliga qayd qilib boriladi. Suvni sifati bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda Ohangaron suv omborida bo'layotgan holat bo'yicha salbiy munosabatlar bildirildi. Bugun mana joyiga ham chiqib ko'rildi. Bu dam olish maskanida hech kim ichimlik suvda cho'milayotgani yo'q. Alohida mo'ljallangan basseynlari bor ekan. Suv tozalash inshootida tahlilxonamiz, laboratoriyamiz mavjud. Uzatilayotgan ichimlik suvini har soatda tahlil qilib boriladi. Ichimlik suv tarkibida hech qanday salbiy o'zgarishlar yo'q. Uzatilayotgan ichimlik suvi talabga javob beradi. Bundan tashqari har hafta shahar SES bo'limimizdan birgalikda ichimlik suvidan namunalar olinib, tahlil qilib boriladi. Angren shahar sanepid bo'limi aholiga beriladigan ichimlik suvidan suv ta'minoti bilan birgalikda tuzilgan yillik rejamizga asosan har oy namunalar olinadi, har hafta olinadi. Bu namunalar kimyoviy tahlilxonalarda va bakteriologik tahlilxonalarda tekshirilib, 4 kun 5 kun muddat ichida ushbu suvlar ichimlik suvi o'z milliy standartlarimiz talablariga mosligi chiqarilgandan keyin ularga o'zimiz xulosalarimizni beramiz. Shu vaqtgacha ichimlik suvlarida bizda muammo bo'lmagan. Agar mabodo bo'lgan taqdirda ham biz tegishli tashkilot, ya'ni suv ta'minoti o'ziga, bog'cha, maktab bo'ladigan bo'lsa, o'sha tashkilot rahbarlariga ushbu ichimlik suvidan foydalanishda kerakli tavsiyalarimizni berib, tavsiyaxatlar chiqaramiz. Oxirgi mana shu 3 yillik yo 2 yillikda hech qanaqa ichimlik suvimizda muammo yo'q. Biz aholi ichayotgan, iste'mol qilayotgan ichimlik suv uchun, har bir tomchi suv uchun o'zimizni javobgar deb hisoblaymiz.